Do'stlar, bir adskiy joy. Direktor, dekanat yuridiskiy fakultet bir ekzamen ketyapti. Ekzamen deyapti. Hozir kutyapmiz, ekzamenga kirib, ekzamen o'qib chiqishim kerak. Короче, ikkita odam kirgizishyapti. Жесть. Tayyormi? O'qiganmi? Nega o'qiganim yo'q. Hozir ko'ramiz qanday topshiramanmi yo'qmi. O'ylayman 5 ga topshiraman har doimgidek. Mana xullas o'tiribmiz. Короче, sinfxona shunday ko'rinishi. Domla chiqib ketdi. Hozir domla kiradi. Mana ikkovimizdan imtihon oladi. Жесть, короче. Mana bitta ekzamenni bo'ldim. 3 bahoga. Municipalniy pravo deganni. Так что shunaqa do'stlar. O'qinglar. Mana shu. Hay, domla kelyapti. Do'stlar, qisqasi nexrena sdavat qilolmadik ekzamenni. Hozir endi boshqa yo'l bilan dogovorga boshqa yo'lda tutamiz o'z dogovor qilishga. По-любому ekzamenni olib ketishim kerak bugun. Nima qilib bo'lsa ham. Baribir olaman. Boshqa yo'l bilan bo'lsa ham. Hozir buni pechat qo'yishga ketyapmiz. Mana bu yerga ham bitta pechat qo'yadi. Hozir bu yerga bitta pechat qo'yadi. Shu bilan men 4-kurs talabasi bo'laman. Mana уже studentskiyga yana bitta yangi pechat paydo bo'ldi. Bu bizni univer. Shunday qilib ekzamenni ham pastga oldik. Все. Hozir endi obed qilib olamiz. Уже soat 2 bo'lib ketdi. Obed qilganimiz yo'q, qorin och. Уже. Shunday qisqasi men o'qiyotgan institut ЛГУ имени Александра Сергеевича Пушкин Лужицкий. Do'stlar, sizlarga hozir xonamni ko'rsataman. Xonani ko'rsataman, qanaqa xona berganini. Вот. O'ylayman, yomon xona emas. Такой уютненький, нормальненький xona. Ну, nima deysizlar, student uchun самый раз bu. Gapim noto'g'rimi? Самый qiziqarlisi juda ham issiq. Mana bu yerda batareykalar juda ham issiq xona. Komfortno, mana bu yerga o'tirib dars tayyorlash uchun taburetka, bir kiyim kechak qo'yish uchun bu yerga 3 kishilik joy. Biz 2 kishi bo'lganmiz. Lekin уже bugun qolmaymiz. Bugun ketaman Sankt-Peterburgga. Yo'l 2 soatlik yo'l mashin bilan. Mana как-то так bizni скромный обедimiz bugungi. Do'stlar, bizga yoqimli ishtaha. Mana уже yeb bo'ldik. Endi do'stlar, Sankt-Peterburgga qarab yo'l olamiz. Mana shunaqa do'stlar, mana yana men Sankt-Peterburgga qaytdim. Shahardaman. Mana do'stlar, ko'ringlar. Hozir ploshda turibman, Moskovskiy ploshda. Bu yer shahar, bu yerda прикольный sharikchalar turibdi. Judayam прикольный. Mana bu yerda Qorbobo sovg'alari bor bobo. Это прикольно. Xo'sh, endi uyga do'stlar. Uyga sekin. Asosiysi yana 3-4 kundan keyin sessiyaga boraman. Boshqa fanlarni yopish kerak.
bu yerda hozir государственный прав, ну, qisqasi ko'p fan ham qolmadi. 3-4 ta fan qoldi yana. Leksiyalarga kira olmayman chunki ishim ham ko'p. Shuning uchun leksiyalarga qolib o'tirmadim. Постараться qildim, чтобы tezda u yerda hal qilib, bugunni o'ziga men imtihon bilan zachotda oldim. Hali yana 2 ta zachot, 2 ta imtihonim bor. Uni seshanba kuni kelib hal qilib ketaman. Endi mana bu yerdan metroga tushamiz. Podzemный ходdan. Ko'rishguncha do'stlar. Juda sovuq. Kameraga gapirishdan qiyin.